Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Bugun mana ko'rib turganingizdek Aziya platform yangilik qilishdan to'xtamaydi. Ko'rishingiz mumkin. Yangi frontal beton qorgichlarimiz yetib kelgan. Bunda bemalol xohlasangiz beton qoring, xohlasangiz lombozga loyiga ishlatsangiz bo'ladi. Ochib, yopib, balandlik ko'tarishi eng qizig'i 4 metr 10 santimetrgacha ko'taradi. Ya'ni ikkinchi etajgacha sizga bemalol rastoringiz bormi, lombozingiz bormi, kerakli mahsulotlaringizni yetkazib bera oladi. Endi oldingidek bitta karmix, bitta pogruchik olib o'tirish shart emas. Endi hamma ishingizni bitta texnika bajaradi. Buni qo'shimcha kovushi ham bor. Xohlang frontal yuklarga chiqib ishlating, xohlang beton qorga chiqib ishlating. Xohlasangiz albatta traktor qilib bilan tashishga, kelishga, pritsep bilan tashishga ishlatsangiz ham bo'ladi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, Yuchay motor bilan jihozlangan 85 kilovatlik apparatda, ya'ni yoqilg'i tanlamaydi. Xohlagan yoqilg'ingizni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa sovutish tizimini ham ko'rsangiz bo'ladi. Korobkaga alohida turibdi, radiator, gidravlikaga alohida, ya'ni ikkita radiator bilan suvniki bilan qo'shganda 3 ta radiator bilan jihozlangan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, agar sizga shunday 3 tasi birda texnikamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz sizga zudlik bilan javob beramiz.